Assalomu alaykum. Ipoteka krediti uchun subsidiyani qanday olish mumkin? Iqtisodiy tanaffus loyihamizning o'tgan sonida siz bilan subsidiyalar haqida gaplashgan edik. Bu safar sizga ipoteka krediti uchun subsidiyani qanday olish hamda ushbu subsidiyadan kimlar foydalanishi mumkinligi borasida batafsil ma'lumot beramiz. Bugungi kunda uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj, kam ta'minlangan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat uy-joy sotib olish, qurish, rekonstruksiya qilish uchun ipoteka kreditlariga subsidiyalar ajratilmoqda. Subsidiyalar ipoteka krediti bo'yicha dastlabki to'lov yoki foizlarning bir qismini qoplash uchun beriladi. Ushbu subsidiyalarni kimlar olishi mumkin? Subsidiya arizalari arizachining muayyan ijtimoiy guruhga mansubligi bo'yicha baholanadi. Shundan kelib chiqqan holda subsidiya arizalari quyidagi fuqarolarga beriladi. Kam ta'minlangan fuqarolar, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan ayollar, mamlakat ijtimoiy hayotida faol ishtirok etayotgan yoshlar, surunkali kasallikning og'ir shakli bilan og'rigan va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan ro'yxatga muvofiq alohida xonaga muhtoj bo'lgan shaxslar yoki ariza beruvchining oila a'zolari, nogiron onalar yoki nogiron bolaga g'amxo'rlik qilayotgan yolg'iz onalar, to'liq bo'lmagan oilalarda farzand tarbiyalayotgan onalar, shuningdek turmush sharoitini yaxshilashga muhtoj kam ta'minlangan onalar. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar, mehnat migratsiya dasturi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan fuqarolar, uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj kam ta'minlangan oilalar, olis va borish qiyin bo'lgan hududlarda joylashgan byudjet tashkilotlariga ishlash uchun boshqa hududlardan kelgan oliy ma'lumotli mutaxassislar va yoki tibbiyot xodimlari, alohida o'rnak ko'rsatayotgan yosh oilalar, shuningdek muhandislik, qayta ishlash va qurilish kabi sohalarda maxsus fanlarni o'qitadigan yoki o'quv amaliyotiga rahbarlik qiluvchi kasb-hunar ta'limi tashkilotlarining o'qituvchilari yoki ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda harbiy xizmatchilar. Ipoteka krediti uchun subsidiyani qanday olish mumkin? Bunda siz ikki yo'ldan foydalana olasiz. Birinchisi, istalgan tuman yoki shahar davlat xizmatlari markaziga shaxsiy murojaat qilish. Ikkinchisi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga elektron ariza yuborish. Davlat xizmatlari markazi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladigan xizmatlar ariza beruvchilarga bepul taqdim etiladi. E'tibor bering, ilgari uy-joy va imtiyozli ipoteka krediti bo'yicha subsidiya olgan oila a'zolari takroriy ariza bersa, taqdim etilgan ma'lumotlarning talab qilinadigan ijtimoiy mezonlarga mos kelmasligi aniqlansa, agar joriy yilda hududga ajratilgan subsidiyalar soni tugasa, o'rtacha oylik daromad miqdori komissiya talablariga mos kelmasa, ariza rad etilishi mumkin. Murojaat ko'rib chiqilganidan so'ng komissiyaning subsidiya berish yoki rad etish to'g'risidagi qarori shtrix-kod matritsasi bilan davlat xizmatlari markaziga taqdim etiladi. U ariza beruvchiga bir ish kuni ichida yuboriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlariga elektron ariza topshirilganda qaror arizachiga elektron shaklda va SMS xabar shaklida jo'natiladi. Ma'lumot uchun subsidiya olish uchun arizalarni joriy yilning 1-dekabrigacha topshirish mumkin.